Sizga buni hech kim aytmagan bo'lsa ham o'zingizga bu narsani tez-tez eslating. Bu hayotda hech narsani oxirigacha sababiga yetib borib bo'lmaydi. Sizni ichingizdagi nega, nima uchun degan savollarni siz javobini oxirigacha topa olmaysiz. Nega? Chunki sizga og'riq bergan insonlarni o'zi ham ba'zida nima uchun sizga shunaqa qilganini, nima uchun sizni ko'nglingizni og'ritganini bilmaydi. Odatda biz o'zimizni shunaqa tutamiz. Xuddiki oxirigacha yetib borsak, sababini bilsak yengillashadigandek. Lekin doim ham olgan javoblarimiz bizni yengillashtirmaydi. Holatingiz xuddiki sizni ilon chaqib oldi va siz sababini bilish uchun og'rig'ingizga ham qaramasdan ilonni orqasidan yetib borib, nima uchun meni chaqding deb, sizni chaqqanini sababini bilishga qilgan harakatingizga o'xshaydi. Lekin siz ilonga yetib borgan taqdiringizda ham u nima uchun sizni chaqib olganini sababini tushuntirib bera olmaydi. Chunki uni logikasi yo'q. U o'ylab ko'rmagan chaqishdan oldin sizni boshqatdan chaqib, yana ham og'rig'ingizni kuchaytirishi mumkin. Hayotda ham hamma narsa shunaqa ishlaydi. Siz yomon bo'lganingiz uchun emas, o'sha insonlarning tabiati shunaqa bo'lgani uchun. Shuning uchun nega, nima uchun degan savollarni vaqtida javobini izlashni to'xtating. Va sizga og'riq bergan insonlarni yonidan yaxshisi keting. Garchi bu sizga og'ir bo'lsa ham.